Avtomobilga gaz uskunalarini o'rnatishga ruxsatnoma olish tartibi. Buning uchun may.gov.uz bosh sahifasidan transport bo'limiga o'ting va ushbu xizmatni tanlang. Xizmat tafsili bilan tanishib chiqqach, foydalanishni boshlang. Gaz ballonni o'rnatishni rejalashtirgan ustaxona yuridik shaxs bo'lsa, tashkilot stilini, yakka tadbirkor bo'lsa, JSHIR ma'lumotini kiriting. Keyingi qadamda o'rnatiladigan gaz ballon turini tanlang, metan, propan yoki boshqasi. Izoh so'ralgan qismida avtotransportga o'rnatilayotgan gaz ballon to'g'risida qisqa ma'lumot qoldiring va avtomobilingiz holatini tanlang. Ya'ni yangimi yoki ro'yxatdan o'tgan belgilang. Agar yangi bo'lsa, hisob ma'lumotlarini ilova qilish talab etiladi. Ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, avtomobilingiz haqidagi ma'lumot tegishli axborot tizimidan avtomat ravishda tekshiriladi. Bu o'rinda avval ariza topshirgan bo'lsangiz, qayta to'lov qilmaslik uchun "ha" javobini belgilang va oldingi ariza raqamini kiriting. Birinchi marta murojaat qilayotgan bo'lsangiz, "yo'q" tugmasini bosing. Telefon raqamingizni tekshiring. Endi barcha ma'lumotlar to'g'riligini tekshirib chiqib, yuborish tugmasini bosing. O'zingizga qulay usulda to'lovni amalga oshiring. Ariza vakolatli davlat idorasi tomonidan o'rganib chiqilgach, natijani mening arizalarim bo'limidan yuklab olishingiz mumkin. may.gov.uz oson, tez va qulay.